Bizga mana shunaqa yangicha dizayndagi skuterlarimizdan kelgan. Skuterimizni maksimal tezligi 50-60 km/s, akkumulyatori 60 Watt 20 amperli, ya'ni bu sizga 50-60-70 km masofani bosib o'tishingizga bemalol yetadi. O'zgacha dizaynda ishlangan, ya'ni korzinkasi olib tashlangan va orqasida uni o'rniga ikkita yukxona. Birinchisi bu sidina tagida yukxona. Ikkinchisi esa orqada maxsus o'z sandig'i bor. Maxsus komplekt jiket, yomg'irdan himoyalovchi, o'zini pedali, qotirib bemalol minib yursangiz bo'ladi va ключ ehtiyot shart. Va bu korobkada bakovelar hali qotirilmagan, yangi holatda turibdi. Maksimal darajada bir kishilik qilib ishlangan, chunki sidinasini ko'rishlar mumkin, ixcham qilib ishlangan. Tormozlari jidkisli, ya'ni jid eng sifatli tormoz hisoblanadi. Har xil rangidan mavjud. Motor quvvati 500 wattli pultlari ikkitali. Skuterimiz elektron tablo bilan jihozlangan va funksiyalarga keladigan bo'lsa, faralar, поворотник chiroqlari, signal, uchtalik skors, faralar parametrlari va parkovka rejimiga qo'yib qo'ysangiz, bemalol parkovka rejimida turadi. Bu skuterimizni muddatli to'lovga ham, optimga ham, donaga ham bemalol xarid qilishlar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Shu videoni shunaqa skuter olmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Videoni saqlab, bizga obuna bo'lib qo'yishni eslangdan chiqarmanglar.